Molxona. Bu mashhur ingliz yozuvchisi Jorj Orwellning 1945-yilda nashr etilgan asari. Kitobda hayvonlar o'zlarini ozod qilish uchun bosh ko'targan inqilobni va uning natijalarini tasvirlaydi. Asar asosan ijtimoiy tengsizlik va siyosiy zo'ravonlik kabi mavzularni yoritadi. Hayvonlar fermadagi o'zgarishlar orqali insonlarning kuch ishlatish, ozodlikni suiiste'mol qilishni ko'rsatadilar. Napoleon va Snowball kabi hayvonlar o'rtasidagi kurashlar va yovuz rejimning qurilishi ko'rsatilgan. Jorj Orwellning Molxona asari siyosiy metafora sifatida Sovet ittifoqidagi inqilob va Stalin davrini tanqid qiladi. Kitobda oddiy hayvonlarning inqilobdan keyingi hayotini, ularning erkinligini qanday yo'qotganini ko'rish mumkin. Molxona bu faqat hayvonlar haqida hikoya emas, balki siyosiy va ijtimoiy xatoliklarni ochib beradi. O'qishga tavsiya qilaman.